Opa yaqinlashyapti. Juda ham yaxshi. Ish qilib hozir ulasimda. Hozir ko'rishishadi. Assalomu alaykum. Alaykum. Xola, yaxshimisiz? Telefoningizdan telefon qilib beraverasizmi? Nima gap tinchlik? Ha, ayam bilan dadamlar Shahmardonga ketishdi. Nimaga o'zing qayerdasizlar? Kamlaringmi, uylaringmi? Ha, maktabda yo'qotib qo'yibmiz uyimizni kalitini. Yo bugun kechqurun yo ertaga ertalab kelishadi. Berib olaman. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Yana boshqa taqib ko'ring-chi, balash navbatdorlari. Uyimizni kalitini ham maktabda yo'qotib qo'ydim-da. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Agar xohlasangiz uyimiz mana yerda. Bizga kirib turaverasizlarmi? Ayizlar telefonni olishguncha? Xolasizlar qolarasizlar ham biznikida bugunchalik. Ukam ham kechqurun qo'qardida ani itlar bor. Men ham ikkita bolam bor, uyda ikkita kichkinam bor. Birlar gaplashib o'tiraveramiz, dars qiladi ukangiz. Ertalabga ayizlar telefonni olsa, keyin uyingizga jo'natib yuboramiz. Bo'laveradimi? Xo'p. Yuringlar. Uyga kirishga unutib olsam bo'ladi. Sizmi? Zeboxon. Siznikichi bobo? Akbarjon. Ha, maktabda yo'qotib qo'ydik. Qo'llarimiz sirib ketdi. Bugungi jarayon tugadi. Ichkarini qanaqa qila olamiz syomkasini? Qizimga tayinlaganman. Hozir SMS yozdim. Ichkariga skriptik beraman. Qo'llar tugadi. Bo'ldi, xo'p. Yuring. Qo'lingizni chiqdingizmi? O'tiring. Choy ichamiz. Dadamga SMS yozib qo'yaverasizmi? Telefon qilib olaman. Qarib qilgan nomeringiz-mi? Xo'p. Mana qo'ying. Telefon qilib oling. Yo'q, rahmat. Nima deyapsiz? Qo'rqmoqchi deyapti. Har doim kechqurun smetana bilan tuboraver. Ayo. Plyus bo'g'im. Magazindan nima qilib chiqoldi? Amanda pulga to'g'ri. Ertalab dadam bilan ham kelsa. Sizdan pul so'rayapmizmi? Hisob chiqar. Siz qayerda ishlaydi? Fabrikada. Qaysi? Ayam shifokorlar. Sizni qo'yib beradi? Men chiqdim menga. Nima kerak? Masalan, mana Hisob chiqaveradi. Biz bilan uzoqqa ketishadi. Shahmardonga uzoq qatnashadi. Qarindoshlarim bormi? Sizlar qoldilar endi. Kalitimizni maktabda yo'qotib qo'ydik. Ukangiz yo'qotib qo'yganmidi? Bizda ham o'g'limiz yo'qotib qo'yadi kalitda. Olib keling, qizim bo'ling. hozir olib kelsangiz. Mana. Sizga. Hayda. Hali ben bunu oturup o'zlaringizning o'zingizga his qilib o'tirib yuringlar. Qani. Men siz ham nafas. Otingiz nima? Sebaxon. Siznikichi? Akbarjon. Nechun sinfga boryapsiz Akbarjon? Biz. Молодец. Yine katta yuring. O'zingizni his qilavering Akbarjon. O'zim pelab turibsiz.
Yaxshi kamsiz-ku? Yo'qmi? Yo'q. Qizimizga soat 7 ga kamerani qo'yish buyurganmiz, mana qo'yishni boshlayapmiz. Jarayonlar juda ham qiziq ketadi. Bolalar, bo'laringmi? Maktabga borishlaringga kech qolasizlar. Hammayoqlar tayyormi? Sekin. Qaysi maktabga borasizlar? 24. Ichkarida kamera holati yaxshimi? Juda ham yaxshi. Siz kichik narsalar tayyormisizga? Hammayoq tayyorlar, topshirmadimmi nimalar? Yo'q, sog' Alo. Telefon bo'lgan ekan. Kecha telefon qiladi qizingiz. Qanaqasiga qizim telefon qiladi? Kecha baqirmay qizingiz qanodamsiz? Qizingizni kecha qizingiz bilan o'g'lingiz kaltlarni maktabga yo'qotib qo'yishdi. Yaxshilik qilib, yaxshilik ko'rmaymanmi men? Ayizni qarang nima deyapti qizim? Qarang. Ayizga gapiring o'zingiz. Allo, assalomu alaykum aya. Rahmat, kecha kuni sizni telefoningizga telefonni tusholmadik. Keyin maktabda kalitimizni yo'qotib qo'ydik. Shular bizga yaxshilik qilib uylardan joy berishni urishyapsiz. Men otaga telefonni qizim. Alo. O'qimay kelyapman. Nega olishing? O'g'limni iltimos taksida. Xo'p, Rahmat, xo'p. Qizlar ketdik. Mana bu. Ishqilib kamerani olsin-da qizim. Juda ham yaxshi. Mana kamerani oldi. Zo'r. Jarayon tugadi. Juda ham yaxshi. Endi hammamiz uy topshirishga ketdik. Taksi o'zi yaqinlashdi, shu o'tdasi. Sizlarga yangilik bor deganidan, o'sha yangilikni hozir hammamiz birgalikda baham ko'ramiz. Juda ham hayajonli, bir ajoyib holat. Assalomu alaykum. Opa, assalomu alaykum. Uylar muborak bo'lsin. Voy, assalomu. Muborak bo'lsin. Rahmat. Uyli bo'ldilaring o'g'lim. Rahmat. Shunaqa uy orzu qildilaringmi? Yig'lama bola, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Endi mana uyga muhtoj bo'lmaysizlar. O'zlaringning uylaringmi? Rahmat. Mana dokumentlari. Eng chiroyli quvonchli kun. Bolalaring chiroyli tarbiyalab, voyasiga yetkazib, mana shunaqa hoji akalarga o'xshab bularni ham maqomi shunaqa bo'lsin, iloyim. Amin. Inshaalloh sog' bo'ling, mana uni ehtiyot qilasiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Iloyim unib o'singlar, mana shu yerda. Chiroyli hayot kechiringlar.
Momam. Kelinchi men sizni ko'taraychi. Ana asal qizim ekanda. Voy, meni shakar qizim. Asal qizim ekan. Qulluq bo'lsin, qulluq bo'lsin. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Xursandchiligini qil. Voy, ana uylaringni ko'r qizim. Ajo Alloh parvardiga bundan ham qilgan ishli bo'lsin. Rahmat. Habibim aytganlaridek ham bandam, ham ummat, ham solihim. Amin. Amin. Rahmat. Kiringlar, qizim kiringlar. Kiringlar. Mana hamma yo'g'i chiroyli, yetarli. Oshxonangiz ham chiroyli, yetarli. Asalim. Bor. Sizda endi chiroyli shu xonadonni tutib, chiroyli Robbiga Alloh shukr qilmoqlikdan farzandlaringizni Alloh chiroyli tarbiyalashga Alloh parvardigor sizga nasib. Burungi o'tgan ishlaringizga salovat endi o'tib ketdi ishlar. Endi hayotingizni yangidan boshlashga Alloh nasib muyassar qilsin. Alloh. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Rabbi, Rabbi anzil munzala mubaraka wa anta khayrul munzilin. Qizimga Alloh parvardigorim ikki jujugiga bu xonadon Alloh buyurim nasib qilsin. Bu xonadonda olishga qancha mashaqqatlar bilan, qancha Alloh iltimoslar bilan, qancha harakatlar bilan hojini sastablari Alloh tadbirkorlar bu ishga qo'l urib qo'ydi. O'zicha bo'lgan yo'q parvardigorim. Ya Robbim, hamisha bularda qilgan yaxshiliklariga, bularga yomg'ir chachindan pana qilib Alloh chiroyli Alloh remonti bilan oshxona anjomlari bilan chiroyli qilib berdilar. Tanjonlari sog' bo'lsin. Habibim aytganlaridek bir Alloh parvar yetimma boshini silashlik, yanada u kishim silashlikka shuncha ajr deya, ammo unga yomg'ir chachindan panaqa berishlik Alloh ikki dunyoni saodati ularda avlodi ajdodlarga tillodan tojim bor deyapti Robbimiz. Hamisha bizlarni chiroyli kunlarimizni kameraga olayotgan bolalarimizni ham tanjonlari sog' bo'lsin parvardigor. Bu o'g'lonlar chiroyli voyalariga yetib, qizimam voyalariga yetib, bir mahallarda aya bizlarga chiroyli uylarni berganda akamni bola chaqalarini Alloh parvardigor, fodarni bola chaqalarini ham yo'qlashlikka qodir qilib qo'ysin. Allohu akbar, vallohu alam. Vallohi daril salam. Alloh yashash manzillaringizni go'zal qilsin u parvardigor. Bu Robbimning amollariga Alloh yozilmoqlikka muyassar aylasin. Allohu akbar. Hoji bola salomat bo'ling. Salomat bo'ling inshaalloh. Shunday Mayram onam tutga dod deb yig'lagan ekanlar. Siz insonga. Opa uylar muborak bo'lsin. Biz shu uy berishda ancha jamoa bilan o'zimiz bir g'oya qilib shu rolikni qildik. Bolalar sizni qiynab qo'yishmadi? Yo'q, o'zim bolamdek. Biz ham endi ko'chalarda nima bo'lganmiz, bolalar bilan qiynalib. O'zim bolamdek ko'rdim. Qiynashgani yo'q, yaxshi. Ishonchli chiqdimi, yaxshimi? Yo'q. Bular ham hozir kelayotganmiz, indashmadi. Keyin kirib kelganimizda sizni ko'rib bir g'alati bo'lib ketdim. Qilgan duolarim ijobat bo'lib, Allohim shu uylarni beribdi, rahmat sizlarga. Ilohim. Chiroyli mana 3 xona qilsa bo'ladigan uy. Balkoni ham juda ham katta, 6 metrli. Hozir o'zingizga ham bir ko'rsatib, uyni tanishtiramiz. Xudo xolasa mana shu yerda chiroyli yashab, umr bo'lsinglar. Rahmat sizlar, sog' bo'linglar hammalaringga. Men duo qilsam bo'ladimi? Shunda bo'ladi. Duo qiling. Mayli. Alloh bergan narsalar uchun Alloh ularga ming barobar ko'p narsa bersin. Odamlar uchun, odamlar tufayli shu ko'pgina bolalar, odam bo'lgan bolalar bazli bo'lishadi. Alloh Katta bola bo'l. Katta bo'lingki demaydigan. Shularda ham oilani kattasi, ham otasi bo'ladi. Qiladigan darajada boy bo'ling iloyim. Saxiy boylardan bo'ling iloyim. Sizga bugun qizlar quvonch muborak bo'lsin. Chiroyli, baxtli, taxtli bo'ling. Mana ayiz bo'lib qo'ygan ekanlar. Alloh chiroyli ne'matlardan sazovor qilsin. Kuyov ham sizlarga o'g'il bo'lib har juma xabar oladigan
alidek kuyov bo'lmoqqa muyassar aylasin qizim. To'yda Xudo xolasa o'zimiz bosh bo'lib qilamiz mana shu yerda, yangi uyda. Inshaalloh. Sizga Alloh Parvardiga bu hayot. Shuning uchun hayotingizni bundan buyog'i ba'zida Robbisi yig'latib ham qo'yadi, kuldirib qo'yaman. Qo'yatda hammani o'zini chirog'i o'ziga. Mana sizni qandilni tayda o'tkazib qo'yishlikka sabab bo'lgan mana shu o'g'lonlarimiz bo'ldi. Alloh el yurt Alloh Parvardiga. Bular birovdan u bu bo'lmadi. Ponni o'zlari hamma yo'llarni chiroyli qildi Alloh. Siz eng baxtli ayol ekan. Qaysi bir Allohga noliz, Allohga suyanganingiz qabul ijobat qilib qo'ygan ekan Parvardiga. Bular bitta sizga ini ham qilib bera olmaydi. Ota ham qilib bera olmaydi bu ishni. Ko'p ishlarni ko'rib qo'ydik Alloh. Hech kim hammani noni o'ziga Alloh. Chaynagani ham, yegani ham. Opa ukalar ham sizga havlisini yarmini bermaydi. Shuning uchun Alloh o'zingiz qaysi kunda yig'laganingiz qabul bo'lib qoptiki, mana o'g'lonlarim ham xuddi shunaqa Alloh hojakalarda bo'lsin. Alloh Parvardiga. Mana jujuk qizlaringiz ikki qiz mushtipar deyiladi bu qizlarni Alloh chiroyli xonadonni obod qilman. Hamma yo'q chiroyli. Pokiza qilib tutib o'tirishligi sizdan, bu qizimdan. To'yingizda ham chiroyli xizmatlarni qilamiz Alloh Parvardigorim. Beada shukr. Bitta do'ma olish uchun qancha harakat bo'lyapti. Qancha erkaklar Rossiyalarda ishlab kelib ham ola olmayapti. Shuning uchun bularni haqlariga kunni duo qilasiz. Bomdod bilan asrdek duoni Alloh Parvardigar shularga baxshida qilib qo'yasiz qizim. Salomat bo'linglar, tinch bo'ling qizim, sog' bo'ling Alloh Parvardigorim. Bu dokumentni hojona biz o'zi odatimiz qachon kimga uy bersak, o'zi nomiga o'tkazib beramiz. Inshaalloh. Mana nomlariga o'tkazib qo'yganmiz, hali o'zlarini xabarlari bo'lmagan o'shanda. O'g'illariga pasport olib beramiz deb turib, notariusda nomlariga o'tkazib qo'yganmiz. Inshaalloh. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Sizga mukammal. Bularda Alloh qo'lini baland qilsin. Sulaymonni taxtida, Davudda shiddat edi. Hech kim bu ishlarni qila olgan emas Marg'ilonda. Shular uddasidan chiqib qoldi, tilini Alloh Parvardigorim go'yo qilib qo'ydi. Kuch-quvvatini Alloh ziyoda qilib qo'ydi. Mana kamerachilarimiz ham qanjollari sog' bo'lsin, Alloh ziyoda bo'lsin Alloh Parvardigorim. Tinch bo'ling, sog' bo'ling. Shu tadbirkor do'stimiz bor, shu haqqiga duo qilib qo'yasiz. O'zingiz yana duo qilib qo'yasiz. Ilohim. Shu hammasi shu uyni bizga berganlar, shu yordam qilganlar hammalariga bizga shu uyni bergan bo'lsa, ilohim ularga Xudo xolasa jannatlarda katta uylarda bersin ilohim. Shu bolalarning boshini silaganlarga hammasiga rahmat, Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Shu qarindosh urug'larni qilmagan narsalarni qilishib berdi hammalariga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bizdan qattiq Allohdan qattiq. Ilohim o'g'lim ham shunaqa ehson qiladigan bolalardan bo'lsin ilohim. Amin. Alloh. Ilohim rahmat, muborak bo'lsin. Shu yetimlarning boshini silagan tog'alar uchun shunchalik ko'pgina rahmat sizlarga. Shu uylarni berganlaringiz uchun rahmat sizlarga. Shu mehnatlaringiz uchun sizlar ilohim jannatlarga kiringlar. Umralarga borib kelinglar ilohim. Allohu akbar. Mana shu duolar ijobatda. Umringiz uzoq bo'lsin. Hojonamning podarkalari bor ekan. Mana sizga keyin ochasiz, ichida bir sizga ekan. Mana uni sizga ekan. Senga. Barakalloh. Endi xoningizni ko'rsatamiz sizni maqtayga, ha? Alohida yotasan endi. Sizga ona rolini o'ynab, men qattiq gapirib bordim. Uzr kechirasiz. Men shunaqa bo'ldi vaziyat endi. Qattiq gapirib bordimmi? Xafa bo'lmadingizmi mendan? Yo'q, xafa bo'lmadim. Endi baribir hamma ona shuni holatda borlarini tinch qatta yurganini baribir xavotir oladi endi. Bizni vodiymizda, ayniqsa Marg'ilonimizda shunaqa hali mehr oqibatli odamlar ko'p. Birovni bolasini ham bolam qilib olib o'tirib, ko'chaga chiqarmasdan o'zini bolasidek, o'zini farzandidek ko'rib mehr beradi. Nafaqat siz, balki shunaqa odamlarimiz ko'p bizni Marg'ilonimizda, Farg'onamizda, vodiyda.
mana bu sovg'a mendan sizga qattiq gapirganim uchun sovg'a sizga mendan. Sog' bo'ling iloyim. Uzr, kechirasiz. Men ona rolini o'ynab sizga qattiq gapirganim uchun. Katta bola bo'lay. Zo'r bola-da bu. Mana bu yil Allah mustaqilligimizni 34 yilida muftiyimiz Nuriddin Qori Al-Buxoriy ordenini oldi. Siz ham shu Allah chiroyli dunyo ilmini, oxirat ilmlarini egab Al-Buxoriyda ordenlarga sazovor bo'lsin. Bu hajakezlar ham Allah Parvardigar Al-Buxoriy ordeniga loyiq bo'lib, ular yetimmi boshini silagan degan orden olishni nasib. Alloh akbar. Mana o'g'lim, bu sizlarning xonalaring. Xonasiz o'ng tomonda, xonasiz bu tomonda. Yoqdimi xonangiz? Xudo xolasa mana qishda so'qatmaysizlar, duvuq kontir. Bu isitish tizimi juda ham zo'r. Maza qilib qishda so'qatmaysizlar, o'g'lim. Chiroyli. Bu mana bitta xonalari, narigi ikkinchi xona. Mana bu tomon oshxona, bemalol. Mana 6 metrlik veranda, bu yerda bemalol ovqatlanish, o'tirish mumkin. Stol stullar bu tomonga. Mana qo'shimcha yana bitta bu tomonda bitta xona bor. Bu yerga televizor o'rnatiladi. Mana shu yerda mana oilaviy bemalol dars qilib o'tirsa ham bo'ladigan xona. Bu tomon mana огород ham o'zimizga qarashli. Xudo xolasa mana mevalari pishib qolsa, sezonida o'riklar pishadi. Mana shu yerda chiroyli qilib o'tirasizlar sizlarga endi, ha? Muborak bo'lsin yana bir bora. Azizlar, jarayonda o'zlaring qanday bo'lganini kuzatdilaring, mana birgalashib shu ishlarning ustida guvoh bo'ldik. Shu xonadon bo'lishiga sababchi bo'lganlarni haqlariga juda ham ajoyib duolar bo'ldi. Mana buni ham o'zlaring guvohi bo'ldilaring. Bu duolar albatta ijobat. Mana bolajonning ko'zdan chiqqan yoshlari, mana singillarini ko'zlaridan chiqqan yoshlar, quvonch yoshlari albatta. Bu yosh bilan qilingan duo ijobat bo'lmasdan qolmaydi. Hammamiz yig'ladik. Alhamdulillah, hammalarimiz ko'zlarimizdan yosh chiqdi. Bundan oldin xabarlarim bor, juda ham ko'p xonadonlar, uylar topshirganmiz. Bu albatta hammamiz birgalikda. Hammalaringning mehnatlaring bor. Inshaalloh bundan keyingi uy topshirish marosimlarida ham birgalashib, chiroyli holatda qatnashlikni Alloh taolo hammamizga nasib aylasin. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Salomat bo'linglar.